Tak, video tayyor, biz esa boshladik. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat ancha pauzadan keyin bu kanalda yangi video chiqyapti. Va biz qatga kelganimizni bilish uchun videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Chunki eng qiziqarli ma'lumot oldinda. Savolashi bo'yicha odamlar nomidan qatgacha qatga kelganini bilmaydimi? Baribir yetishim kerak-ku. Unda men o'zim aytaman. Biz Phuket oroliga yetib keldik. Tak, oldingi videoda biz Tailandda Pattaya orolida edik. Va sizga hamma narsa ko'rsatdik. Bu safar hamma kutgan eng qiziq orollardan biridamiz. Biz esa Phuketdamiz. Boshlaymiz-a? Ovozing kelyapti nega? Ana eshitdim. Atak video zo'r bo'ladi lekin. Qanaman debdi. Qizlar hech bo'lsa shundoq ko'rib olinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar, like'larni bosishni unutmanglar. Обязательно tepada qo'ng'iroqchani liklatib qo'yinglar-da, kommentariy qoldiringlar. Video zo'r bo'ladi. Ham ko'rib qo'yinglar. Bu narsa albatta lekin. Voy, buni qanaqa ko'rmasa bo'ladi. Neyse videoni boshlar desa, ketdi. Hayotda shunaqa joylar borki, ko'rmasang bo'lmaydi. Shunaqa joylardan biri Tailand, Phuket. Bu yerda palmalardan tashqari sizni haqiqiy sarguzashtlar kutyapti. Biz do'stlar bilan shu orolga keldik, nafaqat dam olish uchun, balki sizlarga ham bu go'zallikni ko'rsatish uchun. Qayiqda orollarga sayohat, suv tagiga kirish, hatto tog'li daryolarda rafting. Bu yerda zerikishning iloji yo'q. Bu vlog sizni Phuketga olib boradigan mini sayohat. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Chang'ichamiz hozir. Itak Toshkentda chang-ku, o'shanga betda ham sog'inaydi changdan ozgina. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz gostinitsada voqeadan turib oldik. Mana orqada hamma bolalar o'tiribdi. Nimaga degan savolga bugun biz raftingga tur oldik. Va tur narxi bu yoqda chiqib keladi. Turga nima kirarligini hozirga aytib o'tadigan bo'lsam, bizda rafting, zip line, maymunlar tog'iga boramiz, keyin qanaqadir shaharlarga borar ekanmiz. Hammasi bitta kompleks ichida bo'lar ekan. Время 8:02. Прости, пожалуйста. Прости. Rahmat. Hammasi bitta kompleks ichida bo'lar ekan. Shuning uchun bugun kuni bilan shu tur bilan shug'ullanamiz. Oxirida aytamiz. Stoytmi olgani yo'q, kerak emasmi? Eng qizig'i mana mashinamiz kutib o'tiribdi bizani. Mana qay o'tirish holatini. Doni. Bo'ldi, ketdi. Bek, mashina keldi, ketdi. Nima o'tirsan ovqatlar? Sho'rva ijozda ertalab. Bitta gap bugun bo'ladigan turimiz haqida. Bugun 5 xil turimiz bor. Yo'q, bitta turda 5 xil narsa. 5 emas, ko'proq 6 ta. 6 ta. Birinchisi rafting, ikkinchisi fisting, zipline. Asosiysi hozir rafting kutyapman, chunki men uchun bu более ekstremal narsa. Так что kutib olinglar. Mana kutyapsan. Qiziqarli videoni. Hozir bu yerda nima bo'lyapti holat просто? Hozir biz sal kech qolamiz. Zavtri qolamiz, lekin mashina kelib olgan. Mana mashinalar chiqib kelib bizani chaqirishga keldilar do'stimiz. Masaj. Bas. Hozir masajga boshlaymiz. Mana sal kech qolamiz. Bizga 16 ta odam sig'adigan bo'lib mashina keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tak. Biz ketdik. Qatga o'tirsak bo'lar ekan. Two hours. Aytibdi, xohlasanglar kirib suv olinglar, chunki 2 soat yuramiz deyapti. Kim kirib 7-Eleven'ga? 1 minute, okay? 1 minute. 1 minute, 2 minutes. Thank you, thank you. Amti yaxshi har yo'lda 7-Eleven bor. Menimcha bu yerda hamma narsa topsa bo'ladi. Dorilar ham topsa bo'ladi, suv ham ichsa bo'ladi. Tak, ertalabdan nima yesa bo'ladi? Fikrim bo'yicha ertalabdan mana bunaqa soklar
Mana. Высокопротеиновый 200 kaloriy. Sutli kakao mana. Вот, high protein mana. Zo'r narsalar. 3 ta ichib oldim. Mana zo'r vес berdi. Rezultat bor. Mana shundan tayski. Mani ismim Koko. Bugun men sizlarning gidlaring bo'laman. Bugun sizlar bilan raftingga boramiz. Charchab qolmanglar, 2 soatlik yo'l. Sog' bo'linglar. Ketamiz raftingga. Bu yoqda har bir oyoq kiyimi to'g'ri kelavermaydi. Mana men bolaning oyoq kiyimini ko'rsatdim hozir. Tapchiki yoqda bunaqa oyoq kiyim bo'lmaydi. Mana bunaqa oyoq kiyim kerak. Qarasam sifatli. Qanchaga olding? 150 baht. 150 baht. Borsanglar 250 bahtga sotishadi hozir to'g'ri oldida. Mana qaranglar, rezinkali. Tegida padoshmi? Boshqacha baribir. Tavsiyam shunaqa oyoq kiyim olinglar, juda ham qulay. Materiallar zo'r ekan. To'g'risini aytsam, yo'l qiynab qo'ydi. 2 soat mashina g'adir-budir yo'li lekin tek pashonmas. Va nihoyat yetib keldik. Chunki to'g'risini aytsam, yo'l yomon qiynalib qoldim. Уже oxirgi 20 minutda yo'lim bundoq serpantin ekan. Mazza qochdi. Bosh aylanib ketdi to'g'ri. Bosh aylanib, o'sha to'xtatinglar dedim. Yo, yaxshi yetib keldim. 2 minut dedi. 2 minut, please. Trilib. Oxiri zo'r o'tishdim. Tushunmaysan, ayol kishimi, o'g'il bola. Transformer akamiz o'tib ketdi. Optimus Prime ekanlar. Bitta bunaqalar ko'p ekan o'zi ham. Hozir to'g'risini aytsam, Qarab turasizlar-da, bilmaysiz, o'g'il bolami, ayol kishimi. birinchi marta filni uchib ko'ramiz. No, uchkim kelmayapti to'g'risini aytsam, chunki fillarning o'zi ham уже bechara bo'lib qolgan. Rahim keladi. Yo'q, bechara emas, xursand edi lekin. Tak. Kam. No, просто qanaqa ekanligini sezib ko'rmoqchiman, to'g'risi. Bir marta uchib ko'raman. Keyin hayotdan boshqa uchmaydigan niyatda bo'laman. Tur programmani imенно shu joydan boshlanyapti. Bu yerda hozir Fillardan boshlaymiz. fildan boshlanar ekan. Filni ustida uchamiz, keyin dalshi naborlarini ko'ramiz. Uletishi bo'yicha dalshi bizada rafting, lodkalar uchamiz. Keyin kvadrotsiklda uchamiz. Kvadrotsikldan keyin ovqatlanamiz. Ovqatlanganimizdan keyin Uyga ketamiz. yo'q. Zipline bor hali. Maymunlar. Zipline, maymunlar, xiram и vodopatlar bor ekan. Bitta ko'rib qo'yinglar. Necha baho mana bunga. O'tib ketdilar ekan. Sog' bo'lasizlar. Mana bizda hozir hammamiz bu yerda nimanidir ham kutib o'tiramiz. Hozir so'raymiz. Kim nima kutyapti? Yigini? Ham aytib bering, nima kutyapsiz bu yerda o'tirib olib? O'tirib olib fillarni kutyapman. Donini qochishini kutyapman. Fillarni hozir fillarda o'chamiz. Da, hozir fillarni kelishini kutyapmiz. Fillar kelgandan keyin biz katta komanda bilan fen emas, fil. Yo'q, aka, hali u boshlanmadi, hali yetgacha bormadi. Hammasi yaxshi, e'tibor bermang. Farhod, biz nimani kutyapmiz? Nima gapirish kerak? Nimani kutyapmiz deb o'tirib. Islom. Uni bu aka qoldi-da. Kamera O'zingizga orqasida. gapirasan, ke. Intervyu ber, mana odamlarga gapirib ber. Bugungi tur haqida. Achom. Xo'p, zajgalkaga emas, mikrofonga gapirish kerak. Bo'ldimi? Gapirdinglar, Ichidan malades. gapirdi, ichidan gapirdi. Sog' bo'linglar. Pxuketda yana bitta mashhur attraksion bor. Bu esa filga minib sayr qilish. Avvaliga bu ekzotik tuyuladi. Katta fil, tabiat, manzaralar. Lekin haqiqatni aytadigan bo'lsak, bu unchalik ham romantik emas. Fil bu na mashina, na velosiped, u tirik jonivor. Ko'pchilik sayohatchilar hozir bunday sayrlardan voz kechishmoqda. Chunki hayvonlarga rahm qilishadi. Oka tushib qoldi-da o'zi. Endi chiqolmay o'tiribdi. Son ketyapti o'zi bilan o'zi. Qad ketdi, brat. Biz esa albatta tomosha qildik, o'yladik va davom etdik. Chunki Pxuketda boshqa ko'rishga arziydigan narsalar juda ham ko'p. Qarshi ikkinchi joyga keldik. Bu yerda suvda uchishdan oldin tepada zipline bor ekan. Ziplinega chiqib uchib olinglar deyapti. Bizlar mana kollektivga ketyapmiz.
Tak, biza tayyormiz. Ha, ashunchak. Tayyormiz deb o'tdik. Thank you. Tak, chiqish joyi boshqa ekan. 1 minute. Tushish joyi boshqa ekan. Biz esa tushib ketamiz. Okay, ketdik. Go. Rusi! Tak, biz tayyormiz. Hozir rafting. Shunaqa shlemlarni kiyib oldik. Zo'r bo'lar ekan. Bizlarni ham taqoldi. Lekin 5 kilometr. 20 5 kilometr. Uzoqroq bor ekan, 1 soatlik 9 kilometrmi? Kimga pul to'lash kerak, to'g'risi bor. Narxni ham aytib o'tdim. Bugun mana rafting kuni ekan. Hozirgina suvni techeniyasi slabroq edi. Nimadir shezlong bormi yoki nima deydi? Shezlong? Shizlong? Shilus. Ben negen uchta oldim. Birikta so'z. Voy, bitta so'z, я в предвкушении на самом O'zbek tilida деле. iltimos. Voy, uzr. Men предвкушениеdaman. Video ko'ring, like bosing. Rahmat. Siz nima deysiz? Aka? O'ylashim bo'yicha bu kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. O'ylayapmanki juda ham qiziq bo'ladi, lekin ozgina qo'rqyapman, cho'chiyapman aytgandek o'zimiz o'zbek tilida. Lekin menimcha voy zo'r emotsiya olamiz. Hozir tugatgandan keyin обязательно aytaman, o'zim ham emotsiyalarni videoga olaman. I can. What is your name? My name Jim. Jim. Yeah. Jimmy. What? Agula. Jim. Your name Jim? Can I call you Jimmy? Because my name is Acha. Video. Qort turganingizda men narsani kiydimiz. Video. Yeah, video. Bo'ldi, ketdi. Let's go. Let's go. Qani, Shopir aka qayding? Ismlari Jimmy ekan. Jimmy go. Jimmy hayda. Akula. Ko'tigan bu. So'z yapayım Murat. Qani ketdi ana yo'lni oldik. Qaraylar qanaqasi yo'q. Tak do'stlar, obed vaqti keldi. Biz bu yoqda mana shvedskiy stol. Hamma qolgan ovqatni tanlab olib, posanglar bo'ladi. Tak, mana bunaqa ovqatlar tanlab olsanglar bo'ladi. Guruch, tovuq go'shti, piyoz bilan aralash, qovurilgan tovuq, sho'rva, tarvuz va tayyorlagan opalar. Endi raftingdan keyin hammadan intervyu olamiz. Qani gapirib beringlar, qanaqa bo'ldi? To'g'risini aytsam, boshidan oddiy ekan deb o'yladim. Haqiqatan ikkinchi qismi zo'r bo'ldi. Bizning turimizda faqat 5 kilometr tekin. Qolgan 7 kilometrga 400 batdan to'laysiz. Keyin 9 kilometrga necha pullanadi? 9 kilometrga 800. Уже 5 dan o'tganida eng zo'r joyi boshlandi. Bizda boshida mensimadik, sal zergarli bo'ladi deb oddiysiga keldik, keyin qarsa qiziq bo'ldi, keyin mayli 400 bat berdik. O'zi nima qiziqtirdi bizani? Ikkiga bo'linib ketib qoldik. Bizga qolib ketmaydi.
Videoda ko'rasizlar. Videoda qala ko'rasizlar. Kuchli jang bo'ldi lekin. UFC dam oldi. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Nega? Rahmat, sizga ham yoqimli ishtaha. Короче, do'stlar, bizachi hozir raftingdan chiqdik. Endi ovqatlanib olib, ujinlik qilib olib, hozir dalish ketyapmiz Vodopadga. Vodopoddan keyin bizda bitta xramimiz bor. Xramga borgandan keyin bitta maymunlarni ham ko'rib, mazza qilib dam olamiz. Ketdi. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmanglar. Bugun biz sizlarga juda ham ko'p qiziqarli joylarni ko'rsatamiz. Ketdi. Do'stlar, bitta bu manzarani qaranglar. Sharsharan ko'ramiz deb biz hozir tog'li joylarga ko'tarib ketyapmiz. Yo'llari ham zo'r ekan. Ha. Ладно, только себя снимал, hozir bo'lmadi. Endi aytmoqchi edim, manzaraga qaranglar-da, faqat manzaraga. Bitta minus tomoni bor ekan. Biz bilan mana ya'ni 20 ta odam kelyapti, hammasi tur gruppalar bor. Tur gruppalarda shu katta minus bor, odam juda ham ko'p. Bitta chiroyli joy ko'raman deb o'chirib turish kerak, mana bu yerga o'xshab. Arziydimi yo'q bilmadim. Kommentariyada yozib qoldiringlar. U ana keldi yana Sharsharaga. Bu yerda baliq bor ekan. Qani? Qaranglar, baliq suzib yuribdi ekan. Biz suvga keldik. Erginaga videoga olingan maktab. Qani Bekzod, o'zi ham sen bir chizilgan bir personajga o'xshaysan boru. Sal o'tol. Ani Oskar statuetkasi boru, shunga o'xshaydi. O, lekin salqin. Давай, Doni, давай. Unda. Tak do'stlar, biz hozir mana tepaligiga chiqib, hamma bilan birga pastga sakrab tushamiz. Chuqurligi 2,5 metr, lekin balandligi esa bir 5-6 metr bo'lsa kerak. Bu joyda esa bizning mikrofonimiz o'chib qoldi va bizning qo'limizdan ko'rsatganimizdan bizga hammamizga yoqdi. Endi esa tushunishingiz bo'yicha biz kvadrotsikllarda uchishga ketyapmiz. Tak, keyingi qism kvadrotsiklda uchish. Hamma sheriklarim ketib qolibdi. Do'kon kirib chiqaman desam, shuning uchun men ajamga ketyapman. Wait, friend. Wait. Ha. Orqani ketdi. Voy, ali. Thank you. Shunaqa. Qani ketdi. Ketdimi? Работает же? Работает. Va nihoyat mana bizani yakuniy turimiz уже yakuniga yetdi. Yakunli Bo'pti, давай. Va nihoyat bizning turimiz yakuniga yetdi. Hozir как раз таки yakuniga yetdi turim. Nima? Yakuniga yetdi. Yakuniga yetdi. Belim ketdi. Yakuniga yetdi. Yakuniga yetdi. Va nihoyat bizning turimiz yakuniga yetdi. Asosiysi hozirgi bizani ekstrem deb o'ylaganim turimizni kvadrotsikl bilan takoy lёгкий o'tdi. Скоростimiz necha скоростda yurdik? 6-8. 6-8 men bosdim. Bosdim. Men lekin ham bosdim. Men buni sekin yurdi. Lifehack. Hamma bilan birga ketmadimmi? Tualetda qolib ketdim, ataylab. Oxirroq borib yetib olaman deb bossanglar, tekis yo'llar bor. Bir o'zim bilan yetib olaman deb qaydadim. Mazza qilsa bo'ladi.
Lekin ehtiyot bo'linglar. Birinchi marta uchayotgan bo'lsanglar, apasniroq yo'llar. Bitta qizimizni Yo'q, qizlar-da, atak men bosdim normal. stoyt. Bu tur lekin haqiqatan syurprizlari bor ekan. Mikrofon mana. Bu tur yaxshi ekan haqiqatan. Siz bunga gapirib turing. Zo'r ekan, lekin bahor bo'linglar qizlar, agar yigitlar ham. Будьте аккуратны. Ehtiyot bo'linglar. Bahor bo'linglar Navoiychasiga-da. Xo'p, ehtiyot bo'linglar. Chunki ozgina nima-da, agar reski bosib yursanglar, nima deydi, ushlay olmasanglar o'zinglarni nimalarni, как это правильно будет? Signal chalyapti, ketdi. Voy, signal chalyapti, ketdi. Xo'p, mayli. Xayr. Oxirga. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qanaqa salomatlar? Bizlar dalishga ketyapmiz-ku. Biz endi maymunlar oroliga ketyapmiz. Maymunlar oroliga qanaqa charchamanglar? Xo'p, maymunlar oroliga borguncha. Tak, biz mana oxirgi turni lokatsiyasiga keldik. Bu joyda hozir kaptarlar va Narroda maymunlar. maymunlar oroli ekan. Mikrofonni ham berib yuboring. Da. Men charchab gapirib Biz oxiriga yetdik, to'g'risini aytsam. Yo'l juda ham charchatib qo'ydi. Hozir уже qachon tugirkanmini deb o'ylab o'tirdik. Smuziyni daryoda zo'rligini. Albatta, Mangoli smuziy qo'ydik. Toshkentda ham bor shunaqa smuziylar, если что. Sebrda. Da. Mana ikkita maymun yana zo'r ekanlar. Mana maymunlarning quroqligiga shunda bir og'iz gapiramiz. Maymunlarning quroli уже gapirib tugadi-yu. Alima. Hozir shunda ko'rsatmoqchimiz sizlarga. Shiringina kichkina bolchilarni maymunni. Hareket olmasang kuchli. Kichkinalarni qaranglar. Qaranglar, oyoqlari bilan ushlab turibdi. Qish olib ketib qolmasin deb. Kichkinasini qara. Yoshligim esmay ketdi. To'g'risini aytsam, bu xram как будет на узбекском? Harom. Xramga kelamiz deb o'ylasam, oddiy maymunlarni ko'rishga kelibmiz. Balkim biz hali yetib bormagandirmiz, ko'ramiz. Mana shu. Mana shu xrammi endi shu? Ichkari kirsanglar xram bor. Hozir xram ham ko'rsataman. Ichkarida xram bor, bu yerda faqat maymunlar. Bo'ldi. Tugadi. Qaranglar, sindirib olibdi. Monkey Hill. Bu yerda sizni ikkita mahalliy banda kutadi. Biri maymunlar, ikkinchisi kaptarlar. Har ikkalasi ham mehmonlarga o'rgangan. Lekin biri faqat non kutadi, boshqasi esa telefoningizni ham olib ketishi mumkin. Bu yerda maymunlar juda erkin yashaydi. Bir zumda oldingizga chiqib keladi, kulib turadi va bilmasdan nimadir olib qochishi mumkin. Kaptarlar esa shunchaki suratga tushishni yaxshi ko'radi. Umuman olganda bu tog' rafting turining eng qiziqarli nuqtalaridan biri. Hamma narsa bor. Tabiat, hayvonlar va biroz ehtiyot bo'lish kerak bo'ladigan joylar ham. Bugun biz shu Phuket o'zida aylanmoqchimiz va birinchi boradigan joyimiz bu Big Buddha, eng katta посмотровой площадка hisoblanadi Phuketda va ikkinchi lokatsiya bu eski shahar, Phuketda eski shahar. Va nima borligini hammasini video davomida ko'rsatib beramiz. Bu обязательно hamma turistlar keladigan joy. Shuning uchun sizlar ham albatta kelib bir marta bo'lsa ham ko'rib ketinglar bu joylarni. Tak do'stlar, biz Big Buddhaga yetib keldik. Boshida kelganda bu joy yopiq bo'lib ko'rindi. Yana kelayotganda boshqa sayohatchilar ham bizga bu joy yopiq bormanglar degandi. Lekin yopiq bo'lsa ham bu joyda aylanib yursa bo'lar ekan. Prosta mashina bilan kirish mumkin emas. Hozircha. Bilmadim qachongacha bo'ladi. Fikringizni gapirib o'tsangiz. Lekin fikrim ozgina ma'lumotlarni yodlab, Qadriga kirsangiz zo'r bo'lardi. ma'lumotlarni yodlab kelib o'tirdim. Afsuski, endi bekorga emas, baribir ham keyinchalik bilganim yaxshi-yu. No aytmoqchi turganim yaxshiroq ekanmi deyman. Asosiysi bu yerda eng balandlikdamiz hozir как раз таки o'zi Buddani bo'yi ham 45 metr ekan. O'shani qarab kelyotdik. O'sha yerga chiqmoqchi edi o'zi. Tepasiga chiqdi. Boshiga chiqdi. Biz Big Buddhadan boshidamiz. Da. No, haqiqatan men bu manzara lekin oddiy so'zlar bilan описать qilib bo'lmas ekan chiroyligini. Prosta buni ko'ringlar.
buni ko'ringlar, jasur qilib ketdi. Menga qaranglar. Men chaqiringlar. Menga qaranglar. Menga qaranglar. Gapirib o'ting endi. O'z fikringizni. Big Budda juda chiroyli ekan. Joy kelish stoyitmi yo'qmi shuni aytib bering. Конечно, bu joyga kelish стоит. Даже если Big Budda berk bo'lsa ham, хотя бы vidni ko'rib maza qilsa bo'ladi. Bizda bu yerda shamol ham ko'rinadi. Bu yerda remont, короче, tushunishim bo'yicha bu yerda remont ishlari bo'lyapti hozir. Rekonstruksiya bo'lyapti katta Big Budda. Lekin aylanib ko'rsa bo'ladi mayda shunday joylarni. Da, berk bo'lsa ham ko'rgan joy ko'p ekan. Shu plashatkalarni bitta ovqat mana bu o'tirib olib ovqatlansa bo'ladi, qaranglar. Ovqat shotga qo'yib, bemalol obed qilsa bo'ladi. Или завтрак. Или ужин. Какой вид? Qanaqa вид? Manzara. Qanaqa manzara? Juda ham chiroyli. Pxuketdagi eng mashhur joylardan biri bu Big Budda. Afsuski, biz ichkariga kira olmadik, chunki ta'mirlash ishlari kelayotgan edi. Lekin bu yerda eng muhim narsa bu manzara. Tepadan butun orol ko'rinadi. Dengiz, shahar, tabiat, hammasi bir kadrda. Shunchaki turasiz va zavqlanasiz. Tak, do'stlar. Biz baribir faqat manzarani ko'rib ketar ekanmiz, chunki Buddan oldiga yo'l yopiq ekan. Rekonstruksiya ishlari bo'lyapti. Faqat shu joyda mana ko'rib ketsanglar bo'ladi. Ichkariga kirgizishmadi. Bu yoqdan ko'rayotgani faqat Buddani boshi ko'rinyapti. Uchi. Va bo'ldi. Lekin bunda olib qarasa, bu Tailandda 3-o'rinda turadi. Eng kattaligi bo'yicha. 2004-yilda qurishni boshlagan bo'lishsa, 2007-yilda уже 2017da почти 80% bitirilgan. 2018-yilda уже ochilib, bemalol odamlar kelib, xram deb уже xram o'zbekchasini bo'lar. Harom. Xram qilib qo'yishgan deb yana. Xram Budda. Palmani qaranglar. Nimalar ham kokoslar ham o'zlariga. Kokos ovqatlarini gapirib o'tadigan bo'lsak, ovqatlarni gapirib beringlar, chunki ko'pchilikga qiziq bo'ladi. Oilaviy qayerda ovqatlansa bo'ladi, nima qilsak bo'ladi, qimmatmi, yo'qmi, halal. Hamma joyda halol deb yozilgan joylarda ovqat halol. Prям yozilgan. Yo'q, rostdan hamma joyda почти bor bu narsa. То есть bu yerda bundoq bir o'ylayotganinglarda hech narsa yeb bo'lmaydi deb o'ylamanglar. Ovqat bo'yicha umuman muammo yo'q. Xohlagan kuxnyalaringlarni topsanglar bo'ladi. Qaysi yoqsa, европейский, italyanskiy, turkiya, o'zbekskiy kuxnyagacha bor. Oshlargacha bor. Shuning uchun xavotir olmasanglar bo'ladi bu bo'yicha. Agar morojniga kelib boradigan bo'lsak, mana shu kokos yarimda kesiladi. O'shanchiga plombir solinadi. Kokos va morojniy so'rasangiz ko'plar biladi. Unaqa morojniy hali hayotda yemaganman. Smuzilari haqiqatan juda ham shirin. Ayniqsa mango. Mango, вообще hamma fruktlari juda ham haqiqatan shirin, pishgan, yumshoq va sochniy. Zo'r. Shuning uchun rosa tavsiya qilamiz. Nima ovqatlanish bo'yicha xavotir olmanglar. Bu yerda hammasi вообще zo'r. Chunki oldingi videoda Patayan tagida ko'pchilik yozdi, ovqatlanish bo'lmaydi-yu, hamma ovqatlari cho'chqa bo'lsa kerak. Biza yaxshi ko'radigan tovuq yo mol go'shti yo'q. Yo'q, ko'p. Har xil kuxnyalar bor. Har xil kuxnyalar. Любой xohlaganlaringlarni topishinglar mumkin. O'zim masalan, men umuman normalniy go'sht yemayman. U даже cho'chqaga gapirmasa ham bo'ladi. O'zimizni qo'yni yeya olmayman. Juda ham undoqman-da, nima deydi? Go'sht ketmaydi menga. O'shanga даже men nima ovqatlanishni, nima topishni bilib, bu yerda bemalol ovqatlanib, umuman och yurganim yo'q. Вообще zo'r, lekin tavsiya qilaman. Ovqat bo'yicha umuman xavotir olmasanglar bo'ladi. Yurgan qadaminglar ovqat. Hamma joyda lekin ovqat. Va krayniy ovqat qolmagan, bilmasanglar qayerga borishni. Baliq bor va 7-Eleven bor. 7-Eleven bor. Ichida ovqatlari bor, burgerlari bor. Shuni aytsangiz kassada qizitib beradi. Shunaqa Вообще mazali. Mazali. Shuning uchun xavotir olmasanglar bo'ladi bu bo'yicha. Keyingi mavzu. Bu yo'l kira qanaqasiga bu yerda yursa bo'ladi? Taksimi yoki arendaga mototsikl olish kerakmi yo mashina olish kerakmi degan mavzu keladigan bo'lsa, haqiqatan arendaga mototsikl ham olsa bo'ladi, mashina ham olsa bo'ladi, lekin pravali bo'lish kerak. Mototsikl haydayman desanglar va biza nimaga olmadik? Chunki xavfli. Bu yerda har kuni qanaqadir avtohalokatlarga uchrashadi. Har kuni qanaqadir halokatlar bo'ladi mototsikl bilan. Va chap tomonli yo'l bu yerda. Baribir ozgina nima deydi, qiynalib qolishingiz mumkin. Biz o'z yo'lda o'tayotganda ham
Ani привычка bo'yicha Ha. birinchi chapga o'ngga Keyin o'ngga qaraymiz. qaraymiz, bu yerda birinchi o'ngga, keyin chapga qarash kerak. O'shanga ozgina qiyinroqda, tavsiya qilmaymiz moped olishni. Lekin moped реально juda ham xavfli. O'shanga Har kuni qanaqadir halokat. halokatlar. Halokat. Avtohalokatlar. Halokatlar. Tilim kelmayapti, boru. Voy, nima bo'lgan sizga, Ali? Avtohalokat. Avtohalokat. Halokat demaganda Halokat. Halokat. Avtopalakatlar ko'p-da. Har kuni nimadir bo'ladi, shuning uchun Halokat. mototsikllarni tavsiya bermaymiz. Qaytaring ham bir marta avtohalokat. Avtohalokat. Halokat. Mana bu halokat dedi Yo'q, menga. halokat. Это смотря где. Я Не, а у нас по-новоински. Andijonda halokat deydi. Avtohalokat. Avtohalokat. Halokat. Adabiychasiga avtohalokat. Rahmat. Mana yana bitta so'zni bugun o'rgandim. Kokos ichishga tavsiya qilamiz. Chunki kokosda katta foydasi bor. Bu pochkaga yordam beradi. Mochigonka hisoblanadi. Mana bunisini yesanglar bo'ladimi bilmadim. Ichidagini oqini yeysizlar. Kecha mороженое yedinglar, o'sha narsani? Kesilganda bu tishlash kerak ekan. Yo'q, qoshiq просто bor, Asosiysi olmagan. kokos sutidan unaqa kokos, ну, кокосовое молоко говорят. Молоко, говорят, из мякоти, которое делают. А, точно. Ну, мы это вырежем. Не вырежу. Здрасте, некоторые модели бывают умными, а некоторые наоборот. Вот, мы умные. Вот, а глупых здесь нет на самом деле. Вот. Ну, есть, оказывается. Но они вне кадре. Они не в кадре. To'g'ri. Sizga gapiramiz, bicha. O'zi bu yoqda kokos suvidan unaqa kokos ta'mi keladi deb o'ylamanglar. Oddiy. Ya'ni bounty emas. Bounty ta'mi keladi deb o'ylamanglar. Sal shirinroq. Buni xushbuloq bilan solishtirsa bo'lmaydi. No, o'zini gashti bor buni ham, suvini. O'zgacha mazali. Qimmat emas, arzon. Bizda O'zbekistonda har safar kokos kelgan bo'lsa, to ichida unaqa shunchalik suv bo'lmaydi. Bu yoqda sal teshik bo'lib qolsa, уже oqib ketadi hamma suv. Jigara emas, svejiy, hozir daraxtdan tushgan. Endi ko'zingiz oldida tozalab, hamma Ko'zingiz oldida tushgan. Sirazu chop bitta. joyida. Tushganni sirazu chop beradi. Lekin bu yoqda asosiysi ko'rasizlar. Kokosdan nima bo'lishini ko'rasizlar. Bu yoqda quyosh ham qizdiradi, lekin Shobodi salqin ushab turadi tanni. Zo'r, daraxtli ko'p, soya ko'p. Shunisi yo'q. Doniyor qizdiryapti. Mayin shapaloq ham qizdiradi lekin. Translyatsiyami? Massajlar. O, massaj mavzuga keladigan bo'lsak, o'tiring. Niginaxon menga massajni gapirib berdi. Mana kecha Nigina xonimiz massajni birinchi marta oldilar. Sen bu yarimga o'tir, men bu yarimga o'tiraman. Massaj deb gapirganimizni noto'g'ri tushunmanglar. Biz unaqa joylarga borib yurmaymiz. Deb aytishadi faqat bular. Biz borgan joyimizda haqiqiy ayollar, haqiqiy professional, o'zini ishini biladigan professional ayollar o'zini ishini qilib, lekin ishiga gap bo'lishi mumkin emas, haqiqatan zo'r qilishar ekan. Biz Ali bilan solishtirdik. O'tirishimiz bilan vaqtini qaradik. Men aytdim, bunisi ayol kishiga o'xshagan, men kiraman dedim. Bu yo'q, bunisi erkakga o'xshaydi, men shunga kiray dedi. Yo'q, Doni bu Ishonaman, to'g'ri. Erkakga o'xshaydi desam, yo'q, men hozir isbotlashim kerak. Isbotini bildim. Haqiqatan ham erkak ekan. Erkak ekan. Boshqa kirmayman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim haqiqatan 1 soat olingan bo'lsa, Har bitta hazilda 1 soatda qilishdi. Даже 1 minut ham ko'p qilishdi massajni. Shunisiga gap qoyil qoldim. Chunki massaj olganingiz tez o'tib ketib qoladi vaqt. Biz vaqtga qarab qo'ydik, haqiqatan vaqt bo'yicha zo'r qilishdi. Oyoqlarni birinchi bo'lib yuvib, kirishdan oldin oyoqlarni yuvishar ekan. Biz kirgan joyimizda tozalab, gigiyenaga lekin yomon e'tibor berishar ekan. Haqiqatan zo'r. Yo'q, biz borgan joy. Endi har xil joylar bor, misol uchun arzonroq bor, tam 300 bat, 250 batga ham topsanglar bo'ladi. Arzonroq joyda o'zi garantiya yo'q deb aytgan. Tozaligiga garantiya yo'q deb. ayolligiga garantiya yo'q edi. Ha, tim bo'lib Doniyor isbotlab berdi. Lekin Lekin asamazda. Хотя бы bir marta borib ko'rishinglar shart.
Biz misol uchun har kuni boramiz masajga. Kechki payt uxlashdan oldin mashina keldimi? Bo'lib qol 1 minut. Biz har kuni masajga ketamiz. Обязательно masaj olib 1 soat yo tay masaj yo bosh masajni olamiz-da. Gastrik-qilamiz. Shunaqa mazza. Masaj narxi bu yerda 300 bahtdan boshlanadi. Bu 100 ming so'mda. 100 ming so'mga 1 soatlik masaj. O'zbekistonda bunaqa narx topa olmaysizlar. Da. No, biz borgan joyimizda где-то 600 baht, 400 baht. Sal qimmatroq, lekin servisiga, tozaligiga garantiya berishar ekan har qatdan. Puliga Arziydi ekan. Da. Kokos mana shunaqa yesangiz bo'ladi. Ichidan oshit qilib tozalab, mana kokos oqi mana. Ko'rayotganingizda. Mana. Qoq. Boshqacha kokos ekanda. Tak do'stlar, mashinamizda keldi, biz esa ketdik. Xatga eski shaharmi? Ketdi eski shaharga. Bu kokos qoldirib ketgan lekin. Tak do'stlar, biz eski shaharga keldik. Bu joyda mana ikki tomonlama binolar tushgan. Katta emas, 3 etajli, 2 etajli va bu joyda do'konlar, kafelar va restoranlar juda ham ko'p. Va nimasi bilan mashhur bu joy? Dinara, bu joy nima bilan mashhur? Arxitekturой. Rahmat. Shu zavedeniada, Shu zavedeniyaning oxirgi borsa juda ham chiroyli. borsa, красивый сад. Bog' bor. Kichkina bir juda ham chiroyli bog' bor. Do'stlar, qaranglar, biz hozir eski shahardamiz va bu joyda har bir binoning ichida o'zining bog'lari bor ekan. Shu joyda mana kafe o'xshagan joy, katta stollar bilan chiroyli va eski shaharning katta plus tomoni odamlar bu yerga turistlar kelib, har bir joyda, har bir binoda o'zgacha arxitekturani topsa bo'ladi. Men sizlarga hamma narsani ko'rsatgani harakat qilaman, lekin baribir videoda 100% hamma material sig'maydi. Tak do'stlar, oddiy qilib aytganda bu eski arxitektura, chiroyli binolar, rang-barang binolar va eng zo'r ovqatlanadigan joylar shu yerda yig'ilgan. Va ko'rishim bo'yicha hamma boshqa mamlakat fuqarolari ham bu yerda yig'ilgan, aylanib yuribdi. Albatta bu joyga kelishni tavsiya qilaman. Lokatsiyaning nomini mana pastga yozib ketaman. Topib olasizlar. Taksiga tersanglar chiqib keladi. Phuketning Old Town qismi. Bu butunlay boshqa dunyo. Hech qanday plyaj yo'q, lekin har bir ko'cha Instagram uchun tayyor fon. Rang-barang fasadlar, kolonial uslubdagi uylar va shinam kafechalar. Bu yerda siz hatto Michelin yulduziga ega restoran ham topasiz. Arzon, lekin ta'mi mukammal. Old Town bu Phuketning yuragi. Tinch, chiroyli va juda ta'sirli. Bu yerga bir kelgan odam albatta yana qaytishni xohlaydi. Xo'p do'stlar, biz eski shaharning yana bir joyga keldik. Bu joy haqida Doniyor o'zi gapirib beradi. Bu eski shahar. Blue Elephant degan joyda Michelinskiy restoran, bir yulduzli bu. Bir yulduzli Michelin restoran deb hisoblanadi. Bu o'zi 1903-yili gubernatori, Tasi gubernatori uyi bo'lgan. Orqamizda fonda sari uy ko'rib turgan bo'lsanglar, uyi bo'lgan. Уже hozirgi современный paytimizda bu уже hozirgi otel nima, restoran bo'lib qoldi. Bu restoranda yo'q, restoran bu. Ha, Michelinli restoran. Ha, Phuketda ham mana Michelinli restoran bor. Bilasizlar, Michelinni olish uchun juda katta mehnat qilish kerak, qanaqa reytingda bo'lish kerak, чтобы restoranda Michelin yulduzi bo'lish uchun. Va bu joyda narx-navosini bilmaymiz, biz to'g'risi hozir vaqtimiz yo'q, tez o'tib ketyapmiz. Agarda maqsad bo'lsa kelish, albatta kirib ketinglar. Lokatsiya emas, nomini bu yerga yozib qoldiraman. Maqsad bilan kelinglar. Maqsad bilan. Yaxshi niyat bilan deyapsan. Daraxtlar yopishma. Nima qilsan? Sen uchmoqchimisan, tushunmadim. Yurmayapti. Bo'ldi, ko'ting qiz.
Pxuketda mevalar bu alohida olam. Har qadamda shirin va tropik mevalar. Mango, rambutan, dragon fruit. Bir marta tatib ko'rsangiz, oddiy olmani esdan chiqarasiz. Narx-navolarni aytib o'tish kerak. Mana banan, mana bunaqa bittasi 30 bat. Marakuya kilosi 110 bat. Mandarin tozalangani 50 bat. Mana sizlarga ma'lumotnoma. Endi talashsa bo'ladi, bular просто biz hozir qimmat shaharda yurimiz. Qimmat shahar deganda qimmat rayonda yurimiz. Atak arzonroq o'zi. Mango narxi 70 bat kilosiga. Doniyorjon, qanchadan mevalarni oldingiz? Gapirib bering. What the fuck, bro? What about you say? Hey, what is it, man? What is it? Ты же нажал? Ты же What is нажал? it? Ты нажал, блядь? No. Pineapple. Pineapple. Mana bu Pamela, bilsanglar kerak. Qizil Pamela ekan. Andersonlarni hozir 100 batga oldim. Mana bu ananas maydasi, shunaqa sort bor ekan. Shunaqa sortini Otilgan? 80 batga oldim. Lekin to'g'risini aytsam, unaqa bananni men birinchi marta yeyishim. Banan? Banan? Ananas? Ananasi, brad. Ananasni birinchi marta yeyishim. Qanaqa ananas bu? Shunaqa sorti bor ekan, mayda. Lekin Ular baby ananas. как будто-chi bundan shakar qilsa ham bo'ladi. Shunaqa shirinligini men birinchi marta yeyapman lekin. Qilib yegan. Xuddi shularni kesib arxitekturani qaranglar. Mevalar serob. Любой ko'chada bemalol уже kesilgan, tayyor tozalanganini olib 100 batga atiga. 100, 50, 80 batga mikslanib olasizlar. Вообще dahshat. Opa o'ting. Assalomu alaykum. Pamela, greypfrut deb o'ylasam, Bilsabdir. Pamela ekan. Gapirib beryapsam, uni tatib ko'rish kerak, brad, kameraga. Odamlar tushunmaydi. Men o'zim tatib etib berishim kerak. Men o'zim yeb etib qo'yishim kerak. Ha, brat. Bu nima? Mana Pamela Tozalangani. olib keling mikrofon. Mana. Mikrofon. Do'stlar, mana Pamela. Mana shunaqa bo'ladi. Katta apelsinga o'xshaydi. O'zi sariq bo'ladi. Bu qizil ekan, men o'zi greypfrut deb o'yladim. Qani yeb ko'raylik. Greypfrut bo'lsa deb. Sarig'i taqir bo'lar ekan. Bunisi lekin haqiqatan shirin ekan. Zo'r gap yo'q lekin. Mandarinni apelsinga aralashganga o'xshaydi. Qani mangoni gapirib bering. Siz nima yeyapsiz? Qani, kadr kiring, mana. Nimadir chayni otdi, nima chayni otgan. To'xta, obratno tez. Nima deysizmi? Mangustin degan narsa yeyapman. Juda qiziq ochilar ekan. O'shpashni hammasini yeb oldim. Yeb ko'rganmisizlar? Yo'q. Hozir yeb ko'rasizlar, qaranglar. Yaqinroq olib keling, yaqinroq. Qaranglar, bunday ochish kerak ekan. Bunday qattiq bosasizlar. Keyin bunday ochiladi, bitta ochiladi ichidan. Va men buni chesnok deb o'ylayman. Отдельно tozalangani. Ha, отдельно tozalangan. Chesnok ham shunaqa chiqsa edi. Yeb ko'ringlar. Yeb ko'ringlar. Yeb ko'ringlar deyapman. Voy, shunaqa ochiladi. Donaga bilan tushibdi deysizga ana siz. Omadli ekansiz, yoqmaydi hozir. Mana. Mana bu yerda. Voy! Nima qildingiz, Niginaga? Yana suyagini ushlayapsiz. Suyak emas, mana. Ha, mana shu joydan. Mashinamiz ham kelib qoldi. Bitta yeb ko'raylik. Yeb ko'ringlar. Boshqacha. Boshqacha? Bilmadim, qanaqa tushuntirib berishni birinchi marta bunaqa narsa yo'qman. Do'stlar, bizga esa ketdi, keyingi lokatdan mashinamizda esa keldi. Attobnik pохож. Har doim hammamizni 11 ta bo'lsak, bitta marshrutkan chaqiramiz и juda ham zo'r narx chiqadi. Chunki ko'pmiz, hamma pulini bo'lib yuboramiz hammamizga. Srednyam 40 dan 60 gacha ham chiqadi. Eng ko'p 60 chiqdi bizda, kishi boshiga 60 batdan. To'g'ri. Thank you. Fuck you. Do'stlar, biz смотровой площадкаga keldik. Bu joydan Pxuket hammasi ko'rinadi. И не только hammasi. Maymunlar ham bor ekan. Dumli maymunmi? Ko'rsat. Она так посмотрела. Hozir biz уже yangi lokatsiyaga keldik. Bu yerda как раз таки eski shahar смотровой площадкasi. Bu yerda полный Pxuket ko'rinyapti, to'g'risini aytsam. Haqiqatan manzara juda ham zo'r. U yerda dengiz, nimasi yaxshi? Botdan biz undan oldin borgan
katta Buddani haykaliga borgan joyimiz. Shu yerdan primoy ko'rinyapti. Tog'ning eng baland tochkasida. Odamlar ash ko'p tursiz ham. Bu yaxshi. Nasreniya ham yaxshi. Bu yerda bering endi Dinara. insonlar, naroda maymunlar. Aylanib tursa Dinara fikrini olaman. Sog' bo'lasizlar. Dinara. Давай. Do'stlar, bu Всем mening привет. do'stim Dinara, tadbirkor bo'ladilar. O'zining brendi bor, kiyim-kechak bilan shug'ullanadi. O'z fikringizni gapirib o'tsangiz shu Pxuket haqida. Всем привет. Буду говорить на русском, потому что говорю на ломаном узбекском. Ребята, здесь очень классно. Здесь очень классно и одному, мне кажется, и с друзьями, и с семьей сюда приезжать классно, и вдвоем в паре. Но самое главное, что я хочу сказать, это то, что нужно выезжать за пределы Патонга, Корона и Каты. Это очень важно. Приехать обязательно в Пхукет таун, погулять по улицам, посмотреть на то, как живут реальные люди. Капец, я сложно говорю. Ну, информативно. Информативно, все. Mana Malika xonam birinchi marta Pxuketga kelyapti. O'zingizni Birinchi fikringizni. marta emas aka. Hammaga tavsiya qilaman. Albatta, shu Pxuketga kelishga. Siz ham bir boshqacha sizga Pxuket yoqib ketgandir. Oxirida gapirib o'tsangiz, mana do'stim Jonik Yaxshimisizlar? gapirib o'ting. Так, о чем? Pxuket haqida o'z fikringizni gapirib o'tsangiz. Mana kamera, siz mikrofon qoldi, gapirib o'ting. Pxuket zo'r ekan. Menga yoqdi. Всё. Gapirib bo'ldingiz? Da, da. Rahmat. Boshingizga shipaksizni bor, aylanib keling. Tak, Jasurboy. Да. O'z fikringizni gapirib o'tsangiz, foydali ma'lumot, o'zingiz uchun nima bildingiz? Shuni gapirib o'tsangiz. Men siz gapirib turing, men hozir kelaman. Bo'l, gapiring. Включен? Ha, kulchon. Уверен? Ну, katta Buddadan shu yerga kelguncha juda ham ko'p vaqt ketdi, но o'sha o'tilgan vaqtga arziydi ekan. Vid juda ham chiroyli, Ali juda ham chiroyli. Rasmga oladi. Sog' bo'ling. Хотя бы bir martalab Tailandga kelish kerak. Прям 100%. Bir marta bo'lsa ham kelish kerak. Потому что- Именно shu joy. Да. Потому что bu yerda atmosfera прям dahshat, zo'r. Men birinchi martalab Tailanddaman. Zo'r, yoqdi, juda ham yoqdi. Har 3 oy kelish shart emas, bir yilda bir marta yetadi. Bir yilda bir marta yetadi, ну, kimga qanaqa. Но Кто как любит кайфовать, o'zbekski. voy. Kim qanday kayf qilish yoqib tursa, Но qizlar ko'p, lekin bitta minusi bor-da. Qiz bolami, o'g'il bolami, надо узнать, короче. Borasizlar, bitta qo'yib kechirasizlar. Agar Bo'ldi, og'irlashing. Bo'ldi. Bu yerda intervyuni tugatamiz. Bu yoqga manzarani faqat ko'rasizlar, do'stlar. Bizlar tayyormizlar? Tayyormizlar? Do'stlar, bu qo'shiq sizlar uchun. Phuket Town yaqinidagi bus metroga chiqasizlar, lekin pastga qarab hayron qolasizlar. Manzara shunaqa chiroyli. Hattoki orol Photoshopda chizilgandek. Shamol esa bepul konditsioner. Suratga tushish, o'ylanib o'tirish va yana suratga tushish uchun ideal joy. Shu bilan bizning bugungi kunimiz yakuniga yetdi. Biz esa keyingi turga tayyormiz. Hammaga salom. Bugun уже 6-kunimiz sayohatimizani. Bugun biz turga ketmoqdamiz. 4 ta ostrovga. Undan tashqari diving, snorkeling. O'z asosan bizning maqsadimiz bugungi turdan bu diving. O'shaning uchun kutib olinglar. Kontent интересный bo'ladi. Hozir уже ertalab soat 9. Biz birinchi da Anetdachi kimni mazasi qochadigan bo'lsa, men bu. Dori bormi? Dori bor ekan, ichib olsanglar bo'ladi. Hozir ichib olish Ha, kerak. ichib olinglar hozir, chunki mazanglar qochmasin-da, keyin mazza qilib dam olinglar. To'g'risi men ko'nglim aynib ketdi. Necha kundan beri. Hozir ham mashinaga ko'nglim aynib ketdi. Yo'q-e. bu yerda yo'llari chapga, o'ngga ham serpantin bo'lganiga odamni ko'ngli aniydigan bo'lib qoldi. Uzr, boya joy to'xtab qoldik. O'zi hamma turni boshlab bergan. Nimaga biz kelganimizning sababchi odam mana shu bo'ladi. Lekin gapirib. Qaranglar. Nimaga men sababchi? Bu juda ham qiziqarli, nima deydi, sayohat, experience, chunki masalan men o'zim 3-marta qo'naman hozir, men yangi davlatda.
dayvingga tushaman. Bu rosa qiziqarli, neveroятный emotsiyalar, вообще zo'r emotsiyalar beradi mana shu. Chunki sizlar to'liq mana dengiz ichiga kirganinglarda, mana shu dayving bo'lib qo'nganinglarda, это korallar, baliqlar, butun dengiz dunyosini ko'rasizlar-da, вообще boshqacha tarafdan ko'rasizlar. Chunki это suv kristalniy toza. Faqat sizlar va butun mana shu nima deydi, dengiz dunyosi. Bu juda ham zo'r. U bolalar bu opiti yo'q-da, o'shanga shunaqa deyishyapti. Men qancha ularni yuringlar deb turdim. Hozir nimaga unaqa aytayotganimni o'zlari tushunishadi. Har bittasidan o'zim lichna intervyu olib chiqaman bitirganimizdan keyin, o'sha qo'nganimizdan keyin, chunki bu neveroятный emotsiya. Agar sizlar birinchi marta qo'nadigan bo'lsanglar, albatta birikta nima deydi, maslahatim bor sizlarga. Bir kun oldin chekishlarni, alkogol ichishlarni, alkogol vaqt ichish mumkin emas. Chekishni maksimal kamaytirish kerak. Diving kuni ertalab zavtrak qilganinglarda maksimal yengilroq zavtrak qilish kerak, mazanglar qochmasligi uchun. To'liq instruktorni quloq solib, hamma aytganini qilsanglar, butun o'zlarni mana shu dengiz ichidagi sayohatinglar maksimal komfortni o'tadi degan garantiya berishim mumkin. Вот, а так вообще zo'r. Lekin прям chunki biz chuqurlik 30-40 metrgacha tushamiz. Bu yerda katta davlение. Bunga tayyor bo'lish kerak odam. Shuning uchun hozir instruktaj bo'ladi. To'g'risini aytaman, mana 8 marta Tailand kelgan bo'lsam, har doim kelaman, tushaman divingga deyman, lekin har xil sababdan tushmayman. Hozir Ali shunaqa deb turibdilar-da, qaranglar, hozir vaqt o'tsin, вообще boshqachasiga gapirib yuboradilar, javob garantiya beraman. Men aytdim-da, hozir kamera bu videoni olmay qoldi-da. Hozir odamlarda savol misol tug'ilishi mumkin. Diving tushganda qo'rqmaysizlarmi? 30-40 metr chuqurlikda har xil baliqlar bor. Akula bormi yo'qmi degan savollar kelishi mumkin. To'g'ri. Aytgancha men shu akula bo'yicha-da, diving kiyadigan kiyiminglar, kostyuminglar rosa qalin. U spetsial shunaqa qilinganki, akula nima deydi, masalan, akulani uchratganinglarda, u birinchi oldinglarga keladi-da, hidlab ko'radi, u burni bilan sezadi, u sizlarni yesa bo'ladimi yo'qmi. Mana shu kostyum nima deydi, juda ham qalinki, mana shu bizani odam sifatida hidimizga o'tmaydi-da, ularga tushunmaydi bizani yeyish mumkinligini. Ular uriladi-da, nima ekan bu deydi, tushunmaydi ketadi, bu yeyilmas ekan deb ketadi. Shu payt agar akula uchratsanglar, sizlarga qarab kelayotgan bo'lsa, oyog'ingizda lasti bo'ladi, bunda uzun narsada suzish uchun. Mana shu lasti bilan mamdoq qilib qo'ysanglar, u uriladi-da, plastikoviy lastiga, chetroqqa mundoq astagina tepib yuborsanglar bo'ladi, uni rakursini o'zgartirib boshqa tarafga ketaveradi. Sezmaydi. Eng asosiysi unda chulpillab qo'rqib, baqirib qilish mumkin emas. Chunki agar sizlar bunaqa qilsanglar, ular sizlarni o'layotgan baliq deb o'ylaydi-da, naborot yeyishga harakat qiladi, ushlab olishga harakat qiladi. Вот, agar mana shu rekomendatsiyani ushlaysanglar, umuman qo'rqinchli emas. Men даже Hurgadada kirganman, hatto erta juda ham bunaqa ko'p holatlar bo'lgan deb aytishgan. Hech qanaqa akula biz uchratmadik. Hammasi chotki tushdi. Tailandda tim bo'lib menimcha yo'q deb o'ylayman. Da, endi odamlar qiziq bo'lishi mumkin. Bu tur qancha turadi? Tur narxi biza talashib turni imенно shu orolga divingga 1600 rasm videolar bilan birga videolar ichiga kiradi deyishdi. 1700 batga talashib oldik. Shuning uchun agar kelib shu turga kelaman desanglar, boshida sizlarga 3000 deyishi mumkin, 5000 deyishi mumkin, talashasizlar. Bu yerdagilar bozordagida talash yaxshi ko'radi. Ha, bolalar, endi qaranglar, aytmoqchi bo'lganim. Hozir diving o'tsin, agar birontasi men bu yerda menga yoqmadi desa boru, ottimni boshqa qo'yaman. Tushundinglar? Вообще men javob beramanki, hammaga yoqadi, chunki bu neveroятный emotsiyalar. Do'stlar, просто buni qaranglar. Qaranglar, biz hozir turimizni boshladik. Birinchi lokatsiyamiz Рача остров. В переводе означается король. Вот, bu ostrovga keldik, lekin haqiqatan shunday chiroyli, suv top-toza. Bu yerda snorkeling qilinadi. Biz divingga keldik, bizga snorkeling shart emas. Kelgan joyimiz haqiqatan jungli. Kelishimga spetsialni men bu morskoy yo'lchilarni bosolmaslik uchun mana bunaqa oyoq kiyim oldim. Ko'rinmaydi, bilinmaydi ham, sezilmaydi ham. Tapishgan qaranglar, haqiqatan yo'q. Mana bunaqa. Hozir gapiraman. Biz diving ketamiz, o'shaning uchun tengsini ko'ra olinglar. Obzor, tapchikaga obzor qarang. Tapchikaga obzor. Obzorga 5 baho. Jinnimi gapir, nima deyapman bu? Tak, do'stlar, biz hozir shunaqa pikap ustiga o'tirib oldik. Bizani hozir отдельно olib ketib diving qilgani. Meksikadan Amerikaga o'tamiz. Maza qilamiz lekin.
Hammaga salom, hammaga salom. Faqat o'zimiz uchun mashina, pikap отдельно. Lishniy odamlar yo'q. Voy, ha, biz yaxshi. Qaranglar, bu Racha gostinitsasi, rezorti. Dahshat gostinitsa. Вообще o'zini отдельный pляji bor ekan. Tavsiya qilamiz, gostinitsa bor ekan. Ketib kelinglar. Ой, сколько бабушек. Boshiga kelinglar. Офигеть. Там до хрена бабочек. Bunaqa kostyumlar bu yerda. Tak, boshlandi. Biz instruktajni o'tdik. Juda ko'p ma'lumot bor ekan. Bir safar qiyin bo'lsa kerak, endi bilmadik qanaqa bo'ladi. Shu bolalar tayyormisiz? Tayyor. Ready. Manda to'g'risini aytsam sal qo'rquv, hayajon bor. Menda ham lekin bor, sal-pal hayajonim bor. Lekin yaqin o'rtog'im bilanman, instruktorim bilanman. Hech joydan qo'rqish yo'q. Чтобы вода под маску не затекала, не улыбайтесь. Попроси ребят, которые вон там. What is your name? Sin. Sin. Yes. Thailand. Thailand. Sin yordam beradi bizga degan umiddamiz. Shuning uchun qaranglar, biz hozir betda bizayu. Juh, hozir shunday qo'limni yopaman-da, ochganimda o'sha dengiz tagida bo'lamiz. Diving. Bu shunchaki suvga sho'ng'ish emas. Bu butunlay boshqa dunyoga tushib qolish. Tinchlik, jimlik va atrofingda raqsga tushayotgan baliqlar. Dengiz osti sirli galereya kabi. Har bir burchagi hayratga loyiq. Biz bunga tayyor emasdik, lekin bu unutilmas edi. Ha, biz nafaqat suzishga, balki dam olishga ham jiddiy yondashamiz. Suv ostida meditatsiya, albatta. Hamma joyda tinchlik topolmaganda biz uni dengiz tagida topdik. Nafas olish qiyin, lekin kayfiyat maksimal darajada. Voy do'stlar, mana bizlar chiqdik. Emotsiyalar. Emotsiyalar просто bomba. Manku mayli, ты давай говори. Men birinchi marta tushdim, Doniyor kelamiz. Boshda panika ushladim. Ha. Chunki chuqurlashib ketyapmiz. Da. Quloq davleniya bosyapti, ich chiqarishni amallamadim boshda. Potom qarasam Doniy tepaga chiqib ketyapti. Я такой думаю, yo, men hozir men yutaman, suv yutadi meni dedim-da. Do'stlar, biz hozirgina suvdan chiqdik. Shuncha emotsiya. Hozir qizlar ham aytib beradi. Nigina misol uchun 3-marta adashmasam, to'g'rimi? Dinara birinchi marta, men ham birinchi marta Dinaradan boshlaymiz. Да, всем привет. Я расскажу от лица человека, единственного в компании, который начал погружаться и вышел обратно. Потому что мне стало очень тяжело дышать, и я поняла, что я не смогу. Было несколько попыток, это очень важно. Было несколько попыток, но я поняла, что мне очень сложно, и, возможно, я не смогу расслабиться. Невозможно, 100% я бы не смогла расслабиться и насладиться моментом, и тем более погрузиться глубоко. Я попробую снорклинг. Чисто так, поплавать с масочкой на поверхности. Вот, это мои впечатления. Men o'zim aytadigan bo'lsam, mani emotsiyalarim yetmaydi, bori bolalar. Men o'zi aytdim, yoqmasa kimgadir ismimni almashtiraman deb. Xo'p, mayli, Dinara, не в счет. Chunki у нее... Это было офигительно. Вот, uni er aytyapti, zamasi zo'r, так что это за двоих принимается. Да. Лучше пусть Ali aytib bersin. Men aytsam agar, bu men uchun eng chiroyli joylarimdan biri. Men biror marta bunaqa zo'r baliqlar bilan suzib polni o'zimni his qilmaganman, suv bilan bitta yedini qilib o'zimni his qilmaganman. Menimcha balkim bu 3-chi qo'nishim bo'lgani uchundir balkim, lekin bu eng zo'r офигенный дайвинг bo'ldi men uchun. Но мне есть что сказать. Ребята, надо пробовать. Даже если вы думаете, что вы боитесь, надо сначала попробовать, убедиться, что вы точно нет, и лучше выплыть обратно, чем вообще даже не попробовать. Да. Это очень важно. Да. Там очень красиво, я уверена, надо вообще все пробовать. Вот. Super. Endi Ali aytib bersinlar o'zlari. Endi men aytadigan, to'g'risi boshida qo'rqdim. Даже taqayotganda kadrlarni ko'rdinglar, men sal nima deydi? Qo'rqinchli sezdim o'zimni. Sal panika bo'ldi, keyin suvga tushdim. Suvga tushdimda keyin yana qo'limdan ushlab turibdi-da, anu. Qo'limni ushlabdi, qo'yib yubor deyman-da, itak anu saboda kerak edi, yana tortyapti meni. Keyin qanaqadir moment bo'ldi o'zi.
chiqib ketmoqchi edim. To'g'risi, уже barmoqni tepaga ko'tarib bo'ldi, davay, atmen demoqchi edim. Keyin bir payt qani bitta harakat qilib ko'ray dedimda, suntaga nima qildim? Eng og'iri bu davleniya miyaga urar ekan. Vaqtida davleniyani quloqdan chiqarib yuborish kerak ekan. Chiqarib yubordimda, keyin ketdi o'sha bu yoqqa. Bitta bilib olsa zo'r ketar ekan. To'g'risi, shuncha kelib diving qilganga sal jilet qilyapman, chunki shuncha kelganda har doim diving qilish kerak ekan. Menga yoqdi. Juda ham zo'r. Bekorankiga sizlarga yuringlar demabmanmi? Ismingni qoldiramiz. Ismimni qoldiramiz. Ishondim. Biz esa ketdik obedga. Biz ketdik. Biz diving qiladigan joydan ketyapmiz. Keyingi orolga yo'l oldik. Обед. Окорочка bilan o'rdak go'shti. Yig'iniz hali ham emotsiya bilan. Davinga можно. Nimalar bor ekan ichishga bu yerda? Спасибо. Chang ichamiz hozir. Itak Toshkentda chang-ku, o'shanga betda ham sog'inaydi changdan ozgina. Dahshat. Hammaga tavsiya qilamiz. Racha oroli. Juda chiroyli joy. Oq qum, tiniq suv, hamma narsa tinch va yoqimli. Divingdan keyin plyajda ozroq dam oldik. Endi esa orol bilan xayrlashamiz. Esda qolarli lahzalar bilan ketyapmiz. Do'stlar, agarda videoni tugatib umumiy gapiradigan bo'lsak, bu biz kutgan dam olishdan ham yaxshiroq bo'ldi. Kulgu, sarguzashtlar, dengiz, quyosh va eng muhimi, yaxshi odamlar bilan birga vaqt o'tkazish. Har daqiqa unutilmas bo'ldi. Endi esa orzular ro'yxatida yana bitta chiziq tortildi va bu faqat boshlanishi. Hayot qisqa, lekin imkoniyatlar ko'p. Sayohat qiling, o'zingizga vaqt ajrating. Yangi joylarni oching va hayotni his qiling. Chunki eng yaxshi xotiralar yo'lga chiqqan vaqtda boshlanadi. Do'stlar, hammaga yana bir bor salom. Biz bugun ketishimizga bir kun qoldi. To'g'risi o'sha sal charchadik, biz har xil turlarga boraverib, har kuni qanaqadir aktivniy yugurib yurgani, cho'milib yurgani. Bugun biz просто plyajga keldik, dam olgani kuni bilan telefonsiz, kamerasiz o'tkazamiz dedik. Shunda ham baribir videomizni oxirgisini shu Ulgurmay qolgan videolarimizni. Baribir ham olamiz. Bu yerda plyajga keldik, cho'milaymiz deb video uchun keldik. Lekin kecha kuyib ketdik turga borganimizda. Bugun yaqinga qaranglar. Bugun 100% cho'milaymiz dedik. Ha, qarang, qizil pejana. Ha, 100% cho'milaymiz degandik. Quyosh bu mashina bilmadik. Xo'sh, shunaqa cho'milgimiz keldi, to'g'risini aytsam. Ha? Bugun lekin havo yaxshi, bulut. Hamma joy quyosh yo'q. Mazza. Shaboda, to'lqinlar. Zo'r, bitlar ham zo'r, palmalarga 5 baho. Do'stlar, bilmadim, bu video sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Siz ham kirib gapirsangiz bo'lardi oxirgi gapingizni. Sabzi 5. Ovozing kelmayapti nega? Do'stlar, albatta kommentariya yozinglar, like bosinglar bu videoga, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar, chunki bundan buyoq ko'proq bunaqa travel formatda videolar chiqadi. O'z fikrlaringizni обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana bitta do'stimiz o'zining fikrini aytmoqchilar. Keling. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Meniki o'zbek tili вообще yaxshi emas. Simoni Kumba Tailandda bo'lib qoldi. Я бы хотел сказать, по приезду сюда, чтобы вот ни одного дня не прошло, как вы без SPF походили. Надо ходить SPF мазать. Потому что вот такая вот потом обжаренная сарделька будет ходить и мучиться. Только один белый. Да. Chunki u tayyorlangan.
qanaqa yurganini bir ko'rsaydilar Alini, hali skafandrda yurardi. Mumiga o'xshab o'zini polni o'rab olib, kiyimlar bilan namatgacha. Endi tushundingmi nimaga unaqa yurganimni? Ha? Qora bo'lish mazza-yu. Shunaqa. Quyoshdan keyin zagar olib kelish. Oxiri kun вообще yomon для меня. Bugunku oxirgi kunimiz. Да. Потому что мне plохо. Mazir beraman. Yomon deganda qizib ketdi, kuyib ketdi. Qaranglar, mana yaqinroq ko'rishinglar mumkin. Kelib qizarib yotibdi. Yuzlari Spina kecha красная. anu SPF krem surmagan quyoshdan, quyosh nuridan shunga kuyib ketdi. Atishyapti, просто tezi ham yig'layapti mana. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Yig'lab yurdi. Keyingi bekat plyaj. Kel. Так что kutib olinglar, xudo xolasa yana keyingi epizodlar bilan sizlarni kutib olamiz o'sha boshqa mamlakatlarda. Bo'ldimi? Ha? Переходni qara.